Ana shunday qabristonlardan birida bir necha yillardan beri ishlab kelayotgan Go'rkov akamiz ushbu voqeani o'z ko'zlari bilan ko'rgan inson sifatida so'zlab berar ekanlar, ko'zlari to'la yoshni ko'ramiz. Men, deydi Go'rkov, anchadan buyon shu yerda odamlarning xizmatini qilib kelyapman, lekin hali bunaqasini ko'rmagandim. O'tgan yilning yoz kunlarida avtohalokatga uchrab halok bo'lgan 40 yoshli bir yigitni ko'mish uchun olib kelishdi. Kechqurun joni uzilgan ekan, bomdodga chiqaradigan bo'lishibdi. Shu bois qabrni subh kirishi arafasida qazishimga to'g'ri keldi. Ammo nimagadir qabristonga hafsalam bo'lmay keldim. Eng qizig'i, qabristonga yetib kelganimda hech qachon qilmagan ishni qilib qo'yganimni anglab yetdim. Ketmonim uyda qolib ketgandi. Nimagadir bir kun oldin har doim qabristonda turadigan ish anjomlarimni uyga olib ketgan ekanman. Xullas, mashinada qaytib ketmonni ham olib keldim. Qulayroq joy topib, birozdan so'ng olib kelinajak mayit uchun qabr kavlashga kirishdim. Ajabo, ketmonni bir-ikki yerga urib ko'rdim, nimagadir o'tmadi. Lapatkadan ham foydalandim. Oldimda nimaiki asbobim bo'lsa, hammasini ishga solib ko'rdim. Baribir foydasiz edi. Ketmoni anjomlarini bir-bir ko'zdan kechirib chiqqach, bu holni yerning qattiqligiga yo'ydim. Sal nariroqqa borib yerni chopa boshladim. Qiziq, ancha nam tortgan yerda ham ketmonim dast turmasdi. Hayratim oshib qabristonning 7 turli joyini kavlashga kirishdim. Biroq biror bir joyini yarim metr bo'lsin qaziy olmasdim. Birozdan so'ng shogirdlarim yetib kelishdi. Ularga bo'lgan voqeani tushuntirib berdim. Shogirdlarim ishonqiramaganliklarini sezdim. Keyin qo'limdagi lapatkani berib marhamat dedim. Yigitlarning qo'lidan ham hech vaqo kelmadi. Turib qoldik. Qabristonning biror bir joyi kavlanmay qolmadi. Bomdod namozidan so'ng janoza o'qilgan mayitni ko'tarib kelishdi. Men zo'r-bazo'r borib imomga bo'lgan voqealarni so'zlab berdim. Imom ko'zda yosh bilan mayit egalari oldiga yo'l oldi. Hammaning ko'z o'ngida bundan 1 soat avval qilgan ishlarimizni takrorlab berdik. Rosti kamiga yer kavlanmasdi. O'sha yerdagilarning hammasi bitta haqiqatni tushunib yetgan edilar. O'likni yer qabul qilgisi yo'q. Noiloj imom bilan maslahatlashib, mayitni bir amallab kavlangan yarim metrli chuqurga qo'ydik. Ustiga turpoq tortgan bo'ldik. Hamma mag'zun holda uyga qaytdi. Eng dahshatli voqea ertasi kuni ro'y berdi. Men boshqa bir o'lik uchun qabr kavlayotganimda sal narida itlarning ovozini eshitib qoldim. Yugurib borsam, bir kun muqaddam yerning yuziga ko'mib qo'yilgan o'lik tashqariga chiqib qolgan. Uni qabristonda izg'ib yuradigan daydi itlar titibitini chiqarib tashlagan edilar. Itlarni haydadim. Ichak chavog'i osilib qolgan o'likni ming dahshat ichida joyiga tiqishga urindim. Lekin foydasi yo'q edi. Itlarning oldiga juda kech kelganim bois o'likning sog' joyi qolmagandi. Bor yo'g'i yarim metr kavlangan chuqurni, aniqrog'i qabrni kengaytirdim-da, sochilib ketgan